Assalomu alaykum. Bizdan ko'plar manzil so'rab telefon qilyapti. Kommentariyalarda ham manzil so'rashyapti. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan 13-sovxozga kiraverishda mana yo'l yoqada afisha ham bor. Xudo xolasa manzarali ko'chatlar ekilyapti. Archa mevali ko'chatlar bor. Obodonlashtiryapmiz qo'ldan kelgancha. Mana yana shahardan ovchilar kelgan. Stollar tashkillashtirib qo'ydik. Kelaverasizlar. Bu yerda baliq qovurib ham beramiz. Jivoy baliqlarimiz ham bor, tayyor. Baliq shashliklar bor. Hammani kutib qolamiz.